Uylanmagan edi. Uylanmagansan ha? Yo'q, uylanmayman. Qiz qarabman demay. Ruslan kafening obunachilar hamma ko'pchilik biladi buni, bilmaydilar bo'lsa Ruslan kafe ishlangan ekan. Fonni hammasini o'zlari ishlab bergan ekanlar buni. Xudo xolasa 20 yil garantiya beramiz bunga. Rangi o'chmaydi. Bo'ltir ishlangan joyi shu. Buni boshlashadi. Bir like bosangiz, kanalga yangilar bo'lsa do'stlar obuna bo'lib qo'yishni unutmaymiz. Ustamizdan endi ma'lumotni olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bahosini beramiz, lekin o'sha oyning 30'ina deyin. O'sha oyning 30'ina deyin. Ha, 30'ina. Yo, o'sha oyning ichida zakaz etganlar so'ng orqaga o'tib kelsanchi bo'ladi. Bo'ladi. Endi ro'za oyida hammadan ro'za oyida aksiya bo'lyapti. Ro'za oyida bir aksiya bo'lsa, endi birinde bahorsiz laklanma. Yine shuncha deb turibdi, zakonli plitkalarimiz. Shiftingiz siz haqingizda nima deydi? Shiftingiz eskirgan bo'lsa, u siz haqingizda yomon taassurot uyg'otishi mumkin. Sezar natijnoy patolog uyingizga nafislik bag'ishlaydi. Juda tez, juda aniq. Endilikda shiftingiz siz haqingizdan sizning didingiz haqida gapiradi. Endi sizga mehmonlar havas bilan qaraydi. Ha, aytgancha 1-martdan 31-martga qadar 50% gacha chegirmali aksiya e'lon qiladi. To'liq ma'lumotlar uchun pastdagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Sezar natijnoy patolog uyingiz uchun ideal yechim. Assalomu alaykum kanalimiz obunachilar, bugungi videomiz obunachilar. Endi bahor sezon boshlandi, ro'za Ramazon oyi obunachilar hammaga muborak bo'lsin. Ro'za oyimizda fasadni plitkalarimiz ham aksiyalar boshlandi. Video davomida aniq to'liq ma'lumotini olamiz. Obunachilar videoni boshlashadi. Bir like bosangiz, kanalga yangilar bo'lsa do'stlar obuna bo'lib qo'yishni unutmaymiz. Ustamizdan endi ma'lumotni olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Bular hakkında bir yeniliklar var mıdır? Ro'za oyida hammaga aksiya boshqalar bo'lyapti. Xudo xolasa aksiya etamiz. Plitkamiz bahasi 85 ming so'mdan dastlab ketib turadi. 85 ming ketib turadi. Ha, sokollari 75 ming so'm. Sen yanına ötüp şunu gösterdik kan. Bu şunda 85 ming so'mdan aladi. Ha, fasadın 85 ming so'mdan shuni limonni suyetini 85 ming so'mdan akib. Bu suyetda. Ha, akib dastlab ketib turadi. Sokollarımız 75 ming so'mdan. Bular 75'te. Ha. Shunda aksiya necha so'm tushamiz falan? Necha so'm aytsak bo'ladi. Endi ro'za oyida hammadan ro'za oyida aksiya bo'lyapti. Ro'za oyida bir aksiya bo'lsa, endi birinde bahor sezon boshlandi. Ko'pchiligida remont boshlaydi. Bo'ladi 75 ming so'm aytamiz alasa. 85-75 ga qo'yamiz. Ha, 75 ming so'mdan olib beramiz. Olib beramiz. Ha, olib beramiz shuning uchun. Yo'q, hozir o'zlaring ishlab bersanchi. Ustan olib ketadigan ustalarimiz bor. 50 ming so'm ustan olib ketadi. Sonra ketadigan ustalar bor. Yo'q, aka ustam bor desa, dastlab ketib olib berasizlar. Ha, dastlab ketib olib beramiz. Yine obunachilar yurtlarida dastlabki buni boshqacha ranglar ham bormi? Ha, oq sveti, xalagan svetin, masalan, klient nechi svetini tanlasa, shunga qarab ishlab beramiz. Bu qo'lda quyiladigan narsa, o'zimiz ishlab chiqaribmiz buni. Buni o'zing ishlab chiqarasizlar. Klientning xohishina qarab qaysi rang desa chiqarib berasizlar. Xalagan rangini chiqarib beramiz. Obunachilar buni bir yaqin-yaqindan ko'rsatib beradigan bo'lsam, buni ishlangan yerlari boshqacha ranglar ham bor axir. Ha, boshqacha ranglar ham bor, video davomida ko'rsatib beramiz. Ko'rsatamiz uni hozir. Yaqindan ko'rsatib bo'lsam, obunachilar buni. Bunga garantiyasi bormi buni? Xudo xolasa 20 yil garantiya beramiz bunga. Rangi o'chmaydi. Bo'ltir ishlangan joyi shu. Buni ishlanganiga 1 yil bo'ldi. Ha, 1 yil bo'lgan. Garantiyasini 20 yil deb berasiz. Xudo xolasa 20 yil beramiz. 20 yil garantiya berib turibmiz. Bu arkasında rekasi bor. Buna ızgaram o'tmaydi, boshqa o'tmaydi, sho'rdan zaxdan qo'rqmaydigan narsa. Ha, arkasida reka bilan ishlaydi. Arkasida reka bilan ishlangandan so'ng buning arkasida sirkulyatsiya havolanib turadi, bu zang chiqarib, sho'rlanmaydi bu. Sho'r yemaydi. Bulanchiq bo'ladi bu. Buni tunika fonini zakaz etadilar. Biz o'zimiz usta topib beramiz. Usta bir nomerda bitadi. Buni отдельно ishlaydilar lekin tunika foni. Yo'q, bu azmundan kvadratini отдельно bo'ladi bu. Buni kvadratini отдельно bo'ladi. Lekin hozir shunday muddat qo'yib ber desa, usta aytib shuni ishlab beradi ama. Mana obunachilar, aynan chetda o'zgacha bo'lib tursin desanglar, garantiyasini Xudo xolasa 20 yil bor dedi. Endi esa buni boshqa oq rangdan shigirlaring bormi? Ko'pchilik hozir oq qiziqadi-ku. Ava oqcha ishlaganlarimiz ham bor, Ruslan kafeni ishlab ko'pmiz, borib ko'rsatamiz. Esa obunachilar endi orqa ishlangan yerlarni ham ko'rsatamiz, xudo xolasa. Qani shunda oq qilim endi bu. Ava shu aytib turganlarimizni oq fasadni plitkalarimiz, sokollari mokriy bo'lgan buni laqlanib turibdi, aylanib postlarni ishlatganmiz yine. Aylanib postlarni ishlatgan. O'zi yer bu yer.
Bir Ruslan kafenin park tarafı bu. He, Ruslan kafenin park tarabi. Ava. Ruslan kafenin demme biraz to'kildi. Aa. Park tarabi. Hmm. Obunachilar aynan oq plet ishlaygan ekan bu aynan. Aa. Boshqacha-ku bu. Bu başqacha bo'ladi bu oq etganmiz. Bu oqniki bahasi o'zgarmi? Bahasini shu bahadan ishlab beramiz buni. Shu bahoda. 75 milliondan ishlab beramiz. Shu ro'za 75 ta oyida. ro'za oyida. Ava. O'zi 85 million pletamiz bahasi. 75 millionning ichida dastlab ketib beramiz. To'qilam 75 million ichida ketadilik. Onun içinde 75 Ava. degan. Shuning ichida 75 milliondan dastlab ketib beramiz. Yine obunachilar oqi deysizlarmi, sariq deysizlarmi, hammasi 75 dan ketadi buni. Ava. Qarashiyu farq yo'q ishlab beramiz. So'ng yana bir aytib o'tay. Bizda ikkinchi sortlab qo'ygan plitkalarimiz bor. Masalan, shundan 10 kvadrat saridan, mokriydan har qaysidan 5 kvadrat, 10 kvadrat qolgan plitkalarimizni 45 ming so'mdan dastlab ketib beramiz. Shunday fasadli plitkalarimiz bor. He, fasatli biletga. Ava. Qolganlari bormi? Ava, asosiy bo'lib qolganlari ikkinchi sortda aytamiz uni. Uni ustidan lak ursangiz, masalan, oq svetda, oq kras, oq fasadini oq ataman desangiz, oq lak urasizlar. Masalan, sari ataman desang, sarisini sepasan. Onu çöp beramiz ustalarımız. Özləri ishlab beradi. 45 ming so'mdan beramiz onu. 45 ming so'mdan qoldi. Ava, dastlab ketib beramiz 45 ming so'm ichida. Yine obunachilar 45 ming so'm bilan dastlabkisi bilan ketadi. Sifatida bir narsa prosta ikkinchi sortlab chiqarib qo'yibmiz uni 45 ming so'mdan beramiz. Ustidan lak sepsang bir tur bo'lib shunda adnatonni bo'lib chiqadi. Yine obunachilar. Obunachilar yine yaqinroq ko'rsatib bo'lsam. Atqozdan agar bunday ishataman desanglar ham bo'ladi yana. Dim taqshat chiqqan bu. Ne o'g'illar ham boshqacha. Tunikadan bo'lganmi? Tunikadan bo'lgan bu. Ava. Bu yerni yana bir aytib o'tin. Bu yer besetga bo'lib taxlanganda bu yer. Rahmatjon. He. Üstü noves bo'lgan, har yeridan o'ra qo'yganlar turbadan. Arkasından gipsakordon, bu yoqdan fasadni plitkani rekasini to'qib bo'lgandan so'ng o'rtasidan bagan deb aytam, desatki stiklovata qo'yilganda. He, stiklovata qattiq qilib qo'yilgan bu. Ava, buning ichida karochi o'rilgan boshqa hech narsa yo'q. Prosta bu yoqdan olib ketib turibdi bu. Reka samolyot bilan qatirib qo'ydim. Rekasini karkasini to'qib. Unda etsalarmi ishlasa bo'ladi. Ava, unda ishlasa bo'ladi. Masalan, besetchini ishlasa bo'ladi. Yine obunachilar. Obunachilar tushunadi o'zimiz. Unda imkoniyatlari bor ekan, bunda ya'ni agar o'ra bo'lsa, shuna Ava. karkaslar ishlanib turib, agar fasadni plitkani ishlab ketaversalar bo'ladi. Ava, arkasida gipsakardon bilan ishlanib turibdi mana-chi. Mana har yerida o'rasi bo'lgan, arkasida gipsakardonni profili qatirilgan, bu yog'idan rekaga samolyot bilan buni fasadni plitkalarni ishlatib qo'yibmiz. Sen desatki, atqozdan ko'ribsizlar. Bu atkoslar ham bir nomerda bitadi. O'zlarimiz ustalarimiz bor, spetsialist, lekin bu atkosi отдельный bo'ladi puli. Ha, bunga отдельный bo'ladi. Mening atkosi отдельный bo'ladi puli. Plitkani nesinde emas. Aynalarni, atkoslarni, aynasini qaytib tashlaymiz. Masalan, shu yer 3 kvadrat bo'ladigan bo'lsa, shu divanning ichida 3 kvadrat qaytib tashladi shu atkos uchun. He, atkos uchun kvadratini qaytasizlar. Ava, atkos uchun kvadrat. Shunda o'zi buni pul chiqar ekan shunda o'zi. Ava. Polni bu yerni o'zing ishlab berdinglar-ku. Ava, polni bu yerda 2 kvadrat yerni ishlab berganmiz. 700 kvadrat yerni. Ava. Bu yerni besetkini hamma yerini ishlaganmiz. Kafeni ham hamma yerini ishlab qo'yibmiz. Ha, kafeni ham men ishlab qo'ysiz. Ava, kafe bu Ruslan kafe desam hamma biladi. Ruslan kafening obunachilar hamma ko'pchilik biladi buni, bilmaydilar bo'lsa Ruslan kafe ishlangan ekan. Polni hammasini o'zlari ishlab bergan ekanlar buni. Ruslan kafega kelib ko'rib ketsanglar ham bo'ladi ekan. Shunda oq ham sariq ham bahasi bir bo'ldi-ku. Bir xudo xolasa bahasini bir aytib beramiz. Lekin o'sha oyning 30'ina deyin. O'sha oyning 30'ina deyin. Ava, 30'ina. Ya o'sha oyning ichida zakaz etganlar so'ng orqaga o'tib ketsanchi bo'ladi. Orqaga o'tib ketsa, namiz skidkamiz to'q dedi lekin. Orqaga o'tsa 85 ming so'mdan beramiz. He, bunda o'sha oyning ichida zakaz etish kerak. Ava, o'sha oyning ichida bo'lsa zakaz etsalar, obunachilar beramiz. O'sha oyning ichida zakaz etsanglar, xudo xolasa. Obunachilar bunday go'zallik uchun bir like bosamiz. Yana Ruslan kafening kirishi o'zi. Alberlarimiz laklanmagan, qishda ishlangan sabab ko'ra bu laklanmadi. Endi ishlangan sabab laklanmagan. Laklanmagan. Yine shunga deb turibdi zakonli plitkalarimiz. Mana obunachilar polni yo'l tarafi. Obunachilar yana ko'rdinglar, agar kelib bizdan yonimdan ko'raman desanglar Ruslan kafega yana kelib turib ebetlanib yoki ishda kelib og'zini ochib ham ko'rib ketsanglar bo'ladi ekan bu yerni. Ha. İmkaniyatlari bor yana Ruslan kafeda.
Esa obunachilar ekranda telefon bilan qoldirib qo'yaman. O'zlaring kelib, ko'rib, yana ustam nomerini qoldirib qo'yamiz. Bemalol bog'lanasizlar. Ro'za Ramazon oyida xudo xolasa 31 deyin amal etadi. 75 ming so'mdan 85 ming so'mdan 75 ga tushdi. Plus dastavka içinde. Plus dastavkasi ichida. Ha. Dastavka nerede? Karolfa Xorazm bo'ylab. Qarapa Xorazm bo'ylab dastavka bor. Bor. Mana, bor. Shunda biz ipoteka joylanamiz ishimiz-ku. Xudo xolasa shuni ipoteka joylanib ishlaymiz. Bultur ishlab ketganmiz. Mana, buni kelishib bergan ekanlar buni. Shunday sho'r zaxdan aldan oldik, ha. Evet. Sho'r chiqmaydi uni. Yine. Şurada meni ipoteka kichkina yerlarni ishlataverasizlar. So'ng bizlar ustamiz hali uylanmagan edi. Uylanmagansan a? Yo'q, uylanmayman. Qiz qarabman dema. Ha, qiz qarabman. Ha, shunday na. Obunachilar, ustamizning nomerini qoldirib qo'yamiz, hali qiz ham qarab bo'lgan ekan. Bog'lanaverasizlar biz ustaga aynan. Obunachilar aynan kvadratlarni aytdik, Ro'za Ramazon oyida amal etadi bu. Bog'lanaverasizlar.